Hammaga sizlar bilan men Shahzodcraft. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Minecraft parkurlar o'ynab video olamiz. Oldingi Minecraft videolarimda ko'pchilik ko'rmayapti qaytamga. Minecraft ko'rib turinglar, har kuni postlar qo'yib boryapman. Sizlar uchun videolar qo'yyapman. Qo'ldan kelgancha like bosib obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turing. Mana bu mod zonamiz. Bu yerda bir nimalar bor ekan. Birinchi shu yerdan boshdan boshlashga qaror qildim. Dengiz. Bu nastroyka ekan, bu kerak emas. Spektator rejimida ko'rib bo'lar ekan. Bu yoqlarga o'tib bo'lmadi. Bu yonib turar ekan. Subscribe to Venefi YouTube obuna bo'ling deyapti. Obuna bo'lib qo'ying YouTube'imizga bizning. Sandiq bor ekan, uni ham keyin ko'ramiz. Insane parkour. Parkour. Oldi yoqda parkour bor ekan. 3-qavatda ham keraksiz narsalar bo'lsa kerak. Sandiqni ko'ramiz va videomizni boshlaymiz. Wow! Sandiqda shuncha narsa bor ekan-ku. Hamma narsa bor-ku sandiqda. Komatli bloklar ham bor ekan. Hozir ishlata olmaymiz. Survivor rejimida ishlatib bo'lmaydi. Mana ular bo'lmasam parkurimizni boshladik. Easy parkur ekan, bu parkurlar 3ga bo'lingan ekan. Easy, medium va hard. Boshdan boshlab oxirigacha o'ynaymiz. Mana bu easy parkur edi. Keyingisi medium parkur. Keyingisi hard parkur. Shuni qanday rangli qilibdi? Shunaqa narsa bormikan? Biz ham rangli qilib ko'raylik. Bor ekan. Shunga o'xshash belgi qo'yildi mana. Usti o'zgardi mana. Qizil bo'lar ekan. Yangi narsa o'rgandim Minecraftda. Siz buni oldin bilarmidingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Yozsakchi. Hamma narsa aylanib turar ekan. Ko'p narsa qilib bo'lar ekan bu bilan ham. Bo'ldi shu narsalar ekan. Jonim ketib qoldi o'zidan o'zi. To'ldirib olishim kerak. Ovqat yo'q ekan, mayli. Medium parkurga ham keldik. Ba'zir
Mana bu yer xavfli ekan. O'tdim. Bo'ldi. Medium parkurni ham yakunladik. Qiyin parkur. Bunda uncha-muncha parkurchilar o'ta olmasa kerak. Wow. Eng qiyin parkurlardan biri-ku bu. Sakrab tomonga o'tib olishim kerak. Buni men qila olmasligim aniq. Men yaqinda boshlaganman. Parkurchi emasman men. Siz nimasi kommentlarda yozib qoldiring. Parkur mastermi, Redstone mastermi? Mana bulardan foydalanmasak bo'lmaydi. Ya. Qo'yuvdim-ku mana. Ikkita ko'rsatib turibdi. Jonim kam qolyapti, o'lib qolaman hozir. Mana bulardan foydalanmasak bo'lmaydi. O'zi bu ishlar kammi? Ishladi bittasi. Ya. Jonim kam qoldi mana bu. Blokdan foydalanmasam hozir o'lib ketaman. Ana shu yerda menimcha blok bor mana. Sinab ko'ramiz. Blok bor ekan. Men bu parkurdan o'ta olmasligim aniq, shuning uchun bunda o'zgartiramiz. Hop. Ehtiyotkorlik bilan. O'tdik. Bu parkurni ham yakunladik. Endi 3-qavatga ham chiqsam bo'ladi. Mana. Bu nima ekan? Rasmlar. Damlama bor ekan. Tushmadim. Wow. Ya bu kim edi? Damlama qo'yapti. Yo'q ekan yaxshi narsalar ikkinchida, uchinchiga va uzoq kutilgan. Chest play 15 coinsga meni coinslarim qanimga berar ekanman. Qanaqa bu? Qanday shundan edi? Helmet ham olamiz. Bunday qilsak menimcha berdi boya. Ularning vaqti berdi. Yana nimalar bor ekan? Bu yerda 10 ta tangaga oyoq kiyim bor ekan. Yaxshisi tushsin.
yaxshi. Mana rangini qanday o'zgartirish bola ham bir nima qilishgan. Muhimi men o'rganib oldim. Rangini o'zgartirishdi. Siz ham bilmagan bo'lsangiz endi bilib oldingiz. Bu nima berarkan bizga? Endi mana bu yoqqa borib ko'raman. Bu yoqqa tushib ketsa demak bo'ldi ekan. Ko'rinmas to'siq qo'yib tashlashibdi. Bo'ldi, bu videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Sandig'imizdagi narsalar mana. Men ular bilan ham life hacklar qilsa bo'lardi, lekin ular esda yo'q hozir. Ismlar yozardi-da. Ism qo'ysa shunaqa bir mavjudot bo'lib qolardi. Hammaga xayr do'stlar, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turing. Hammaga xayr, qaysi skinim sizga yoqadi, shuni ham izohlarda yozib qoldiring. Mana bu va mana bu bor. Sizga ham skin va boshqa modlarni olishni o'rgataman. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying, YouTube'ga obuna bo'ling. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Videolar ko'p hali bizda. Hammaga xayr, sog' bo'ling.